Men bugun kelgan davlatimda bitta hind bilan ko'rishdim-da. Ko'pchilik o'z bilan orasida shunaqa gap bor. Hind tili isqirt, hind tili odam o'rnida, ya'ni biz hind tilini odam o'rnida ko'rmaymiz, lekin ba'zi o'zbeklarga qaraganda hind tili juda pokiza va juda yaxshi, muomalasi ham yaxshi. Men shunga amin bo'ldim bitta hind orqali. Xullas, u menga aytyapti, "Glad, sen men bilan gaplashyapsan, men senda sezyapman, shay bor ekan, ya'ni uyalish bor ekan. To'g'ri, tilni bilasan, zo'r bilasan, kerak bo'lsa mendan ham yaxshi bilasan, lekin iltimos uyalma, chunki sen hozir uyalsang juda ko'p narsani yo'qotib qo'yishing mumkin. O'zingga bor narsani chiqarib bermasang, o'zing xohlagan narsaga erisha olmasliging mumkin. Bu kelajakdagi ishlaringga ham juda qattiq ta'sir qiladi. To'g'ri, men ham uyalganman, lekin sanchalik emas. Iltimos, uyalma. Sen ham inson, men ham inson. To'g'ri, men seni diningga kirmayman, lekin men xristianman, lekin biza gaplasha olamiz. Men senga yordam bera olaman, kerak bo'lsa sen menga yordam berasan, lekin iltimos uyalma, debdi. Bunday o'ylab qaraganda rostdan ham to'g'ri gapiryapti u. Uyalmaslik kerak ekan. Men o'ylab qaradim, to'g'ri. Rostdan ham to'g'ri gapiryapti. Uyalmaslik kerak ekan. Agar uyalsangiz, siz oldingizdagi juda ko'p narsani yo'qotib qo'yishingiz aniq-da, bu 100%. O'shanga uyalmang. Sizga ham kichkina maslahat. Bezbet bo'lish kerak ekan, qo'pol qilib aytganda. Bezbetlar doim yutar ekan. Amin bo'ldim.